Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn New Concept English Book 1 from lesson 52 to 54. Assalamu alaikum sahadatli yaxshimizlar. Bizning g'oyatli tarbiyalash markazimizniki shu yangi o'quv video darsi kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsda 52-darsdan tortib toki 54-dars tushunamiz. Hamda bu 52-darsdagi ma'o mazmun bilan 54-darsning mazmuni bir qadar yaqin ham o'xshab qoladi. Shunga 52 bilan 54ni sizlarga bir raqam so'zlab bermoqchi. Uni degan avval shu 53ni o'rganib o'taylik. Xo'sh, biz bugungi darsimizni boshlashdan burun oldimizdagi darslar o'rgangan bir necha muhim nuqtalarni qanday qilib o'taylik desanglar, bir takrorlab o'tsak. So, first of all, let's review it. All right. So can you spell the words? Okay, so that's the qaranglar. Amsa mushu sizlar mushu oldingi darsimizda o'rgangan at the butchers shunami? Shu darsimizdagi muhim nuqtalarni bir haqiqatan takrorlab boqamizlar. Masalan, can you spell it? Such as B. You know, a meat, starts with B, letter B, like B, E, what? Yeah, it's beef. All right. It is what? It's beef. Okay. Beef deganimiz nima? Qora go'sht. What about next one is L? Okay. Anaqa yana bir L bilan boshlangan go'sht turi qaysi? It is L lamb. Okay, good. Mush oxirdagi B ni qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Shuning bilan bu qo'shilib nima? Lamb. Okay, it's called lamb. What about next one? Okay, called it is steak. New pay. Ondan keyin and the night chana to'g'ralgan go'shtni deb kelgandan biz it's called mince. Okay, it is called mince. Okay, bu nima desanglar? Bu nima bo'ladi desanglar? Qiyma. Undan keyinchi. Okay, ma yo'ldishi deganda H bilan boshlangan H-U-S, okay, husband. All right, it's called what? Husband. Okay, what about the last one? It starts with S, chicken. All right. To'q go'shtni bildik saholatlar. Qaranglar. Ondan keyingi darsimizda o'rganib o'tgan bir nuqta W bilan boshlanibdi. Bu nima? Windy. It means a lot of wind. Nurg'un shamol chiqsa, shamollab qo'ysin deymiz buni, windy deymiz, ha. Undaqda keyingisi-chi. Okay, nojiq quyosh chiqsa, uni nima deymiz? It's okay, warm. Yaxshi illiq, ha. Illiq deganni nima deymiz? Sana warm. Okay, hamda keyingisi nima? Qattiq isib ketdi. It's hot. Good. It is hot. What about next one? A lot of rain. You can say it rain. Okay, and the king's show. Qishvaqdan oldi so'g'aq. So it's cold. So it's cold. And next one is snow. Okay. Demak, endi bu so'zlarni oldingi darsimizda o'rganib o'tdik. Endi bir takrorlaylik. Windy, warm, hot, rain, cold, and snow. Okay, and snow. All right, anda mushu xanzusga asosan savolashdan mushu jumlani bir tarjima qilib boqamizlar. Okay, yoki men sizlarga uyg'urchasini deb beray. Okay. Anda mushu qollik basi, sizga qollik basi lozimmi? Okay, lozimmi? This name is, do you want any cabbages? Cabbage degan mana kapuska. Yoki qollik degan basini cabbages. Okay. And siz masalan u nimaga maraq? Choyga maraq. Lekin uning qo'shi yo'q. Demakchi qizvolning qo'shi bor, lekin o'g'ilning qo'shi yo'q. Nima? She likes tea, but no, she likes tea, but she doesn't. Nima? He likes tea, but he doesn't. Okay, and the king's job. Masalan keyingisi qarab baqirgan bo'lsak, bu nima desanglar, u o'qimayotidi. Desa, umi o'qimayotidi. Okay, endi mana ikki narsa masalan, she isn't reading.
He isn't reading to them yo'q yoki either yoki either deb o'qigan yo'q. Endi Ayshaning ikki xil o'qilishi bor. Either deb o'qisang ham bo'ladi yoki either deb o'qisang ham bo'ladi. Demak, he isn't reading either. Uni qanday qilmadi, o'qimadi. Okay. Amsa sizga uzum lozimmi yoki nashputmi? Bu shunday deymiz, uzum lozim. Uzum degani grape, nashput degani pear. Demak, do you want grapes or pears? Endi bir diqqat qilgan bir nuqta bor. U bo'lsin demaysanlar. Masalan, sanog'ini bo'ldigan ismlarni ishlatganda cho'qim yo birlik shaklga kelish kerak yoki ko'plik shaklga kelish kerak. Masalan, jiqbal I like apple deydi. Endi bu apple degani sizniki olma markasini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, do you I like apple desangiz bo'ldi. Lekin hamda siz olma, masalan, yeydigan olmani ko'rsatayotgan chaqda buni apple desak bo'lmaydi. I like an apple yoki I like apples. Endi ko'pincha ahvolda ko'plikni olamiz. I like apples. Okay, I like apples. Aniq 5-inchisi qaranglar. Beijingninki havo rayi qandaqroq. Biz oldin darsimiz Qashqarning havo rayi qandaqroq deb o'rgangan. Nima? Bu nima? What's the weather like in Beijing? What is the weather like in Beijing? Okay, nima? Okay, qishda sovuq. Anda yozda issiq deymiz. It's cold in winter and hot in summer. Okay, it is cold in winter and hot in summer. Demak hamda shu bizningki oldingi darsimizda so'zlab o'tilgan muhim bo'lgan nimalar desanlar, nuqtalar. Xo'sh, aniqda bugungi darsimiz nima? 53 an interesting climate. An interesting climate. Intayin qiziqarli bo'lgan nima? Klimat. Xo'sh. So what's the climate like in our country? Xo'sh, savoldoshlar, amsa bizning davlatimizningki klimat qanday? So what is the climate like in our country? Okay. In our country, especially in the north. Okay. What about in the north? Endi bizning davlatimizning shimol tarafining klimati qanday bo'lsa savoldoshlar? Albatta, shimol tarafi qanday desanlar? Cold and windy. Okay. Bu bulanma nima desanlar? Shimoliy qutbi. Demak, shimol tarafi davlatimizning shimoli hamda shimoliy qutbga yaqin. Shunga endi havosi bir qadar qanday desanlar? Cold and nima? Windy, shamolliq. What about in the south? Okay. South is hot and wet. Okay, nima desanlar? Issiq hamda nima desanlar? Yo'l. Bularni masalan Guangzhou deymiz, Shanghai deymiz. Shunami? U yerning havo klimati qanday desanlar? Intayin issiq. Yoz vaqti bo'lsa, bo'libmi Shanghaining qanday desanlar? Night issiq. Okay, night issiq. Okay, night issiq. Shunami? Undan keyin yomg'ir yog'adi. Bir alaydirki, odatda qishlarda yomg'ir yog'adi ahvolini aytib, ha. What about in the west? Demakchi davlatimizning qaysi tarafi? G'arbiy tarafi. Naq biz turayotgan Xinjiang. And Xinjiangning klimati qanday bo'ladi? It's windy and dry. Okay. Shamol ko'p chiqadi. Undan sirtgan nima desanlar? Qurg'oq. Xinjiang havosi qurg'oq. What about in the east? Okay. In the east deganimiz sharqi. Sharqi. But in the east, what about? In the east it's mild. Okay, night yaxshi. Sharq tarafi night illiq, illiq. Demak, hamda mishada jo'grafiyalik 4 tarafni ko'rsatadigan so'zlarni qaranglar. Masalan, shimol deganda north, ma th nima talaffuz qilinishi nima? North, east, sharq degan gap bo'ldi. South, okay, south degancha janub. Andaqda west, shimol. No, g'arb. Demak, north, east, south, west. Endi ma'noning oldiga, taraflarning oldiga the aniq article ko'rsatkichi. Buni qo'ysak nima desanlar? Naqshu bizningki davlatimizning shimoliy, janubiy, sharqiy, g'arbiy deganini bildirdi. Demakchi in the north deganimiz shu davlatimizning nimasi shimoliy. In the south. And in the south deganimiz shu davlatimizning nimasi janubini ko'rsatadi.
janubini ko'rsatadi. Buni birdan turib tafsiliy so'zlaymiz. Андақта әмді мұшы күлген тексіміз үшарған бір нәтиже яғни еңі сөзлер бар, еңі сөзлерден тоқтылып бағылы. Окей, әміз қаралым бұл ресімді. Бұл ресім қарап бақсақ, бұл ресімді біріншісі неме? It is in summer, the sun rises early and sets late. Yeah, it's called sunrise. Okay, sun құяшын ама, rise деген мұнда көтірілмек. Okay, it is sunrise. Sunrise. You know, especially in summer, the sun rises early. Okay. Rises early again. Boldu götürüldü. Şunama and sets late. Qanday qiladi? Keyin patadi. Demak, endi bu yerga rise degan so'z turkumida peel. Peel. The sun rises. And egizda 3-shaxs birlik bo'lib qolsa, qanday qilamiz? Peelning keyiniga qanday qildik? S qattiq. Shunama, it rises deymiz. Early deganimiz shu baldur degan gap. Okay, baldur degan gap. Okay, what about next? What is set? Okay, set. Set deganimiz patmoq. Okay, set deganimiz nima? Sanlar patmoq. Yana move downward and move upward bo'lsa, ustiga bo'lsa, bu quyosh ko'tarilganligini bildiradi. Okay, sunset. Demak, in summer, the sun rises early and sets late. And the keyin qanday qildi? Patadi. Keyin patadi. Hamshariga eng muhim narsa rise, next one is set.